Assalomu alaykum hurmatli yurtimiz ahli, dehqon, fermer, chorvador, dehqon aka ukalar. Mana bugun iyul oyining so'nggi kunlarida Xitoy 101 hamda 73 navini ekkanmiz. 5 gektarlik arpamizga, poliyamizga. Mana xudo xolasa nima qilyapmiz, mana o'g'itlash ishlarini olib boryapmiz. Mana girbis sepganmiz, mana ko'ryapsiz, mana yalpoq bak, nina bak, hammasi asta sekinlik bilan mana sarg'ayib sekin 3 kun 4 kun bo'ldi girbis. Ko'chatlar holati yaxshi, zo'r. Mana ekayotganimizda 60 ga 20 sxemada ekilgan, silos hamdon yo'nalishi bo'yicha ekayotgan mahalimizda o'zi 200 kilodan sulfat amoniy o'g'iti bilan ekilgan. 200 kilodan sulfat amoniy yoki 200 kilodan amofos bilan eksa yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu imkon qadar chiqqandan keyin 2 marta suv berib, ko'chatni tekislab, kultivasiya ko'nmaydigan holatga keltirib, undan keyin suspenziya qilgan ma'qul. Suspenziyaga fosforli o'g'itlar va karbamidni amofosni eritib, qo'shimcha karbamid mashq holatiga tuzdaga kelib qoldi. Yarim qopdan karbamid hektariga 600 litr suvga 2 gektar yetadi. Normasiga qo'shib 2 marta 3 marta har bir suv oralig'ida sepsa, natijasi yana ham yaxshi bo'ladi. Keyin aka ko'p dehqon akalarimiz, chorvadorlarimiz bitta narsaga e'tibor berishmayapti, xato qilishyapti. 2 marta dori soldim, 1 marta suv qo'ydim deb shunaqa deyishadi. Yo'q. Har dori solgandan keyin oralig'ida suv qo'yish kerak. Mana hozir 2 marta kultivatsiya bo'lgan, yer mayin holatga kelgan. Hozir dori solyapmiz, mana karbamid o'g'iti bilan. Undan keyin kultivatsiya qilamiz. Chuqur chizi solib, suspenziya, zahar, ikkinchi o'g'itni berayotgandan keyin yana suv. Har o'g'it oralig'ida suv bergan ma'qul. Ko'pchilik chanqatishib qo'yapti. Chanqatishib qo'yilgan 2 metr bo'ldi, antena chiqarib yubordi, meniki o'smadi. Yo'q. Mana ko'p dehqon akalarimiz aytgan o'zini qonun qoidasiga qilyapti. 4 metr, 3,5 metr bo'lgan antena chiqarmagan holatlar ham bor. Bitta urug', bitta parvarish. Faqat suv qo'yishmagan. 101, 73, 60, 90, keyin oqimakka Xitoy urug' 94, 502 navlari samarali. Effekti zo'r bo'lyapti, o'sishi, boshqa holatlari zo'r. Hozirgi kunda normal qaragan parvarishning joyida qilganlar 3 metr, 3,5 metrda antena chiqaryapti. Bunaqa o'smay qolishli holatlar kuzatilmayapti. Bug'doydan keyingi ham xudo xolasa 90 kunlik urug'lar bor, samarasi zo'r. Mana shu urug'imiz hayitdan 2 kun oldin 4-iyun kuni ekilgan. Mana tizzaga qarab ketyapti. O'g'itlash ishlarini olib boryapmiz, mana xudo xolasa. Akalar, iltimos, bu yil mana anomal issiq bizni tark etib, ekstremal issiq kelyapti ekan Erondan. Shuning uchun suvda e'tibor beringlar. Chanqatmanglar, suv berish kerak. Mana Buxoroda, Navoiyda bitta akalarimiz video tashlayapti. Videolarini qo'ydim. 1 marta suv qo'ygan, Makka jihori bo'yini balandligi 3 metr bo'lgan, nam joylari 4 metrga borgan. Uni 2 marta suv bersa, uning natijasi, hosildorlik undan ham yuqori bo'ladi. Iltimos, sug'orish ishlariga befarq bo'lmaylik, chanqatib qo'ymaylik. Makka jihorini qojiratishlik xato narsa. Qojiratib chanqataman demasdan tezroq ishlov berish kerak. 40 kun, 50 kun ichida 2 marta o'g'itdan chiqib, barcha ishlovlardan chiqqan bo'lish kerak. 60 kun, 65 kun antena chiqarib, bola olishni boshlaydi, dumbul olishni.